Assalomu alaykum shirinlarim. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan sochni qovurilgan chuchvaralarni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 400 gram suv, 2 ta tuxum, 2 ta choy qoshiq tuz va uksus kerak bo'ladi. Va eritilgan margarinni ham solamiz. O'rtacha qattiqlikda xamirimizni qorib olamiz va tindirib qo'yamiz. Orada men farsh bilan piyozni yumshoq qilib qovurib oldim. Tuz namaklarini to'g'irlab, xamirimizni o'rtacha yuqalikda yoyib olamiz va chiroyli qilib kesib olamiz. Tayyorlangan nachinkamizni ichiga solib, chiroyli qilib chuchvaralarimizni tugamiz. Juda ham qattiq qizimagan va yog'da qovurib olamiz. Qarabsizki, juda ham sochni bo'lgan chiroyli, uyaltirmaydigan chuchvaralarimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Chef Fast Food kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyalar yozing va qanday reseptlarni xohlayotganingizni aytib o'ting. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.